Assalomu alaykum dunyo shirinliklari kanalim a'zolari, barchangizga yaxshi kayfiyat tilab, bugun navbatdagi video roligimizni boshlaymiz. Sizlar bilan oson, yengil hazm bo'ladigan, uy sharoitida hamma masalliqlar topiladigan osongina salat tayyorlaymiz. Ekranda yozib qoldiraman kerakli bo'lgan masalliqlarni. Ko'rib turganingizdek, tuxumni yaxshilab yog'da qovurib olaman. Kartoshkani ham free qilib oldim va eng immunitetni oshiradigan qizil karamni ham chiroyli qilib parrak qilib to'g'rab olib, ko'rib turganingizdek yengilgina qovurib olamiz. Sabzini ham qizib turgan yog'ga ozgina tuz aralashtirib 1-2 aylantirib olamiz. Hurmatli kanaldoshlar, albatta kanalimni kuzatishda davom eting. Fikr mulohazalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Barcha masalliqlarni yengil yog'da qovurib oldim. Ularni chiroyli qilib aralashtirib, xohlasangiz issiq holatida ham, xohlasangiz sovutgichga qo'yib yarim soat, 1 soatdan keyin ham dasturxonga, mehmonlarga tortiq qilsangiz bo'ladi. 10 daqiqada barchasi tayyor bo'ladigan salat. Eng muhimi, juda ham immunitetni oshiradi. Farzandlarimizga ham juda ham foydali. Kanalimni kuzatishda davom eting, hurmatli kanaldoshlar. Like va kommentariya yozishni aslo unutmang. Mana mazali bo'lgan salatimiz ham tayyor bo'ldi. Endi bemalol dasturxonga tortamiz. Barchangizga yoqimli ishtaha. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' salomat bo'ling.